Kalının beşiği kelgen, Muzay'nın beşiği keldi. Şərq Türkistan'da 2. Cumhuriyet qurulğandan keyin Xitoy kommunistlari har xil bahonalar bilan Şərq Türkistan Xitoylarni yutkab o'rinlashtirishga boshladi. Az kam 70 yilda 20 million oqqullarni elib chiqib, eng yaxshi munbat tuproqlarga yerlashtirdi. Buning bilan bo'ldi qilmay 2017-yildan boshlab keng ko'lamda Uyg'ur, Qozoq va boshqa millatlarni tutib turmalarga tashildi. Maqsad zimin egalarining ziminini va mol sohiblarining belini tartib elib, navbatda Xitoy o'lkalaridan elib chiqqan oqqullarga bo'lib berish edi. Xitoy bu maqsadga to'liq yetgan bo'lsa-mu, bo'ldi qilmay ziyolilarni va xalq ichida yuz obro'yi bor Uyg'ur sarxillarini, shundaqla kelgusining avangardlari bo'lgan yoshlarni atalmish tarbiyalash bahonasida jazo lagerlariga qamab, milliondan ortiq Uyg'urning jiniga zomin bo'ldi. Yana necha millionlagan Uyg'urlar va boshqa qarindosh millatlar o'limni kutib yotmoqda. Zomigar Xitoyning bu xil irqiy qirg'inchiligi butun dunyoga anglatilayotgan bugungi kunda Uyg'ur millatining tarixdan buyangi qarindoshi bo'lgan qozoq xalqi bu baloy ofatni nodon dehqon to'nglab qolgan yilonni qo'yniga solgandek Xitoydan iborat bu Yajuj-Majujni ishkin ichib bag'riga bosdi. Qozog'istonni o'zining bir o'lkasiga aylantirish yo'lida tirishayotgan razil Xitoy hukumatı Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi viza cheklamasini uzil-kesil bekor qilish anglashmasini yo'l qo'yish uchun tirishmoqda. Astana gezisining 25 apreldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Qozog'iston ikki davlatning munosabatli vakillari Xitoyning Xi'an shahrida 18-maydan boshlab ikki taraf fuqarolari uchun viza ishlatmaslik masalasini muzokara qilishga kelishgan. Xabarda aytilishicha, bu muzokara o'ngishli oyoqlashsa, ikki taraf fuqarolari qarshi tarafga viza olmasdan berib keladi ekan. Jumladan sayohatchilik, davolanish yoki xalqaro safar ehtiyoji uchun qonunli pasport bo'lsa, viza olmasdan qarshi taraf tavasida 30 kun turishga bo'ladi ekan. 6 oy ichida bu xil vizasiz turish vaqti 90 kundan ishib ketmas bo'laverdi ekan. Xabarda bu vaqt to'xtalib, Qozog'iston tashqi ishlar ministri Murat Nurtilo may oyida Xitoyga ziyoratga borganda bu kelishimga imzo qo'yishi mumkin ekan. Qozog'iston territoriyasi Xitoyning O'rta Osiyoga kengayishidagi muhim o'tkinchi balvoq bo'layotgan bo'lib, mazkur yangi belgilamaning o'tirg'i chiqishi Xitoy ta'sirining Qozog'istonda shiddat bilan ishida muhim rol o'ynaydi deb qaralayotganligi ma'lum. Biz muhojiratdagi Uyg'urlar qarindosh qozoq xalqiga va Qozog'iston hukumatiga shuni qattiq eskartimiz. Xitoy hukumati bo'lsin, mayli xalqi bo'lsin, qon zen purab turadigan sirtlan. Ular har qanday yerda qo'y o'chkining surtida ko'rinadi. Ondan niqobini olganda sizlar allaqachon kechikkan bo'lasizlar. Hayvonlar dunyosiga obdan nazar silinglar. Yo'lbos bilan sirtlanlarning ahvoliga qaranglar. Sirtlanlar to'plashib, hamma yerda qon purab yuriydi. Agar biror yolg'iz yo'lbosni uchirtib qolsa, darhol uniga hujum qiladi. Ular bek hirigar, ikki yo'lbosni ko'rsa, hargiz chiqilmaydi, ham chiqilanmaydi. Xitoymi naq sirtlanlarga o'xshaydi. İşinin qurtidek hamma yerda lo'mshibli yuriydi. Ey qarindosh qozoq xalqi, ogoh va dono bo'linglar. Bularning eng yaxshi quroli o'zaro urushga silib ojizlik shilisi. Ati o'gun ota bolaga ishonmaydigan holatga keltirib qo'ydi. Xalq ichiga fitna uruqlarini chechish bularning necha ming yillik an'anasi. Murojaat. Viza cheklamasini uzil-kesil bekor qilish anglashmasi bu bir boshlanish, yenik tavritib uxlatish. Buni bilishinglar kerak. Xitoylar 20 yil burun O'rta Osiyodagi davlatlarga iqtisodiy hujum boshlab g'alaba qildi. Neft va kon boyliqlarining 50%ning ko'p payini qo'lga tushirib bo'ldi. Endi yetar. Qozog'iston yangi mustaqil bo'lganda Amerika bilan nihoyat yaxshi hamkorlashgan edinglar. Bu hamkorliklarni davomlashtirishinglar kerak edi. Amerikaliklar iqtisodinglarni monopol qilgan holatda Amerika fuqarolarini elib kirib yerlashtirmaydi. Chunki ularning bunday axloqi yo'q. Ammo Xitoy undaq emas. Oldi bilan puhrasini yerlashtirdi. Ondan yerlik millatni assimilyatsiya qilishga boshlaydi. Afrika buning misoli. Sizlar Sharq Turkistondan nimishga dars olmaysizlar. Xitoy 60-yillarda Uyg'ur diyoriga kirganda eng xor, eng past millat edi. Ordan uzun o'tmay yerlik millatni qul qilishga boshladi. Uyg'urni Sharq Turkistondan tamoman yo'q qilish uchun qilmagan pastkashliklar qolmadi. Bunisi sizlarga besh qo'ldek ayon. Buning uchun shonliq tarixi bor sharafli qozoq xalqi bir bo'lib uyushinglar. Hargiz bir-biringlarni dushman tutmanglar. Uyushgan uzar, tarqigan tozar. Hurmat bilan Sharq Turkiston informatsion markazidan. Assalomu alaykum qozoq eli, armısın? Mine attaqan qaraqday qaplab kirib жатыр mine Алматы қаласына. Әкімшіліктің алды mine. Толған қарақтай mine. Mine, мен еркін сайрап тайранда жүр қазақ ел. Бұған не дейсіздер енді? Mine, топырлаған қарақтай. Тура әкімшіліктің алдында mine.
Досаевтың алдында кетіп жатыр.